Paxtavodlilar, sizlarda shunaqangi bir asal joy bor ekanki, bugun shu video orqali aynan shu joy sizga nasib qilishi mumkin. Bilaman, joy istab yuruvdingiz, faqat sal yengilroq bo'lsa olib berdim degan imkoniyatingiz bor edi. Bugun sizga 1 gektar 30 sotikda shunaqangi bir ulkan joyimizni video obzorini qilib beramiz. 135 tonnalik tarozilari bor. Undan tashqari 12 metrga 90 metrlik temirdan bo'lgan naveslari, 24 metrga 60 metrlik yopiq betondan bo'lgan kattagina binolari bor. Tomlarini ham sasnalargadir chiroyli holatda qo'yishibdi. O'zini alohida transformatori ham bor. Undan tashqari ikki tomonlama yana to'gam tortib qo'yishgan ekan. Oldingizda soy bo'lsa, hamma tomonlama ishlash uchun qulay bo'lsa, yana narxiga keladigan bo'lsak, juda ham arzon bo'lsa, nima deysiz? 1 gektar 30 sotik shuncha joyimizni atiga 260 ming baholaganmiz do'stim. Egasining nomerini qoldiraman. Undan tashqari barakaga naq pulda keladigan bo'lsangiz, gap ochig'i srochniga ozgina kelishadigan yana joyi ham bor. Hujjatlari bilasiz, ko'p yerlarda haligi MIPi bo'ladi, taqiqi bo'ladi, yana balobatlar bo'ladi. Bularda hamma yoq top-toza maza qilib olib ishlatadigan joyi kelib qoldi. Paxtavodlilar faqat paxtavodlilarga emas, umuman madaniyat aralash hammasiga imkoniyat darajasida ferma qilasizmi? Xohlagan yo'nalishingizda, xohlasangiz kottej qilib soting. Juda ham narx masalasi yengil ekan. Albatta bu videoda katta joy istayotganlarga maksimal jo'natib qo'yamiz. Obuna bo'lish esdan chiqmasin.